Qanday qilib Minecraftga mod o'rnatish mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring va siz modlarni o'rnatishni o'rganib olasiz. Hop, modlarni shu Telegram kanalida topsangiz bo'ladi. Komment va video ostida silkani qoldiraman yoki QR kod orqali skaner qiling. Hop, mana kanalga kirib oldik. Bu yerdan siz o'zingizga yoqqan modni tanlab olasiz. Misol uchun mana bu mod. Modni yuklash degan tugmani bosasiz va bu yerda sizga modni faylini tashlaydi. Yuklandi. Endi ustiga bosib shu joyda Minecraftni tanlaysiz. Va sizni avtomatik tarzda Minecraftga o'tkazib yuboradi. Endi modni merga qo'shish uchun nabor resurslarga kirib, boyagi modni qo'shib olamiz. Qo'shildi. Endi merni sizatamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Va mana qo'shildi. Tekshiramiz, hammasi ishlayapti. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hammasiga javob beraman. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Har kuni har xil modlar chiqadi. Sizlar bilan Mr. X bo'ldi. Arrivederci.